Alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Namozni ichida namoz uchun belgilab berilgan maxsus ibodatga deb payg'ambar alayhisolatu vassalomning sunnatlarida tayin qilingan Qur'on oyatlari va sunnatda kelgan duolardan boshqa duolarni qilishdan qaytarilgan. Xususan bandalardan so'raladigan narsani arab tilida qilsam hattoki u ham joiz emas. Namoz buzilib qoladi. Endi namozni ichida namozxon xayolidan o'zbek tilida biror bir narsani o'tkazishligi joiz amal, mumkin amal, ammo bundan ham ehtiyot bo'lsin. Kerak emas. Ayniqsa farz namozi bo'lsa, namozni ichida o'zbek tilida boshqa narsalarni o'ylashdan, fikr qilishdan inson o'zini tiyishi kerak bo'ladi. Bu haqda o'sha o'zimizni Hanafiy mazhabining eng katta ulamolaridan Shurumbulayli alohida rukuda, sajdada boshqa so'zlarni qo'shishdan qaytarilganligini aytib o'tganlar. Faqat Imom Shofiy rahmatullohi alayh o'sha mashhur hadisdagi duoni olib rukuda, sajdada mana shu hadislardagi duolarni aytsa bo'ladi deb Imom Shofiyning gaplari bor. Lekin imkon boricha namozni ichida xayolni ham hattoki boshqa narsalar bilan chalg'itmasdan namoz bilan ovora qilib qo'yishlik afzal bo'ladi. Endi nafl namoz o'qimoqchi bo'lgan odam 2 rakat nafl namozda sajdaga boshini qo'yganda xayoli bilan duo qilsa mayli, tili bilan emas, o'zbek tilida emas. Vallohu taolo alam bis-savob.